Siz Qur'on yodlashni 6 yoshga kirganimda boshlaganman. Mashalloh, 6 yoshda. Ha. Qachon tugatdingiz? 7,5 yoshimda tugatdim. Demak, 1,5 yilda Qur'onni to'liq yod oldingiz. Qanday yod oldingiz? Kim yordam berdi? Qur'onni radiodan eshitib yodladim. Shayx Abdurrahmon Huzayfiyni eshitardim. Mashalloh. Tajvid qoidalarini o'rganishimda otam yordam berdilar. Siz eshitib, so'ng otangizga o'qib berardingiz. U kishi menga tajvid qoidalarini o'rgatganlar. Bir kunda qanchadan yodlar edingiz? Maktab kunlari bir kunda 2 betdan. Hafta oxiridagi dam olish kunlari va ta'til vaqtlarida 3-4 betdan yodlardim. Bir kunda 6 bet yodlagan paytim ham bo'lgan. Mashalloh, tabarakalrohman. Bir kunda qancha takror qilasiz? Maktab kunlari 1 yoki 1,5 pora. Yozgi ta'til kunlarida yoki haftaning dam olish kunlarida 5 poragacha takror qilaman. Muhammad Aminning gapiga e'tibor beraylik. U bir kunda 2 betdan yod oladi va 2 pora takror qiladi. Ta'til kunlarida esa 5 poragacha takror qiladi. Mashalloh, tabarakalrohman. Qur'onni muhofaza qilish ana shunday bo'ladi, ey hofizi Qur'onlar. O'quv jadvali tig'iz, Qur'on yodlaydi, har kuni Qur'on takror qiladi, qo'shimchasiga Shayx Muhammad ilmiy matnlarni ham yod oladi. Lekin mashalloh, tabarakalrohman, u futbol o'ynashga ham vaqt topadi. Hamma kabi sevimli mashg'uloti bilan shug'ullanadi. Alloh uni o'z muhofazasida saqlasin. Shayx Muhammad, shuncha narsa o'qirkansiz. Matnlar, qiroat, hadis, fiqh, aqida, bular sizni butunlay band qilib qo'ymaydimi? Hali yosh bo'lsangiz, futbol o'ynash, sayr qilishni yaxshi ko'rasiz. Bular uchun vaqt topa olasizmi? Qur'on yodlash meni o'ynashdan to'sib qo'ymaydi. Qanday qilib? Qur'on, matnlar va boshqa narsalarni yodlash uchun ham, sevimli mashg'ulotlar bilan shug'ullanib o'ynash uchun ham vaqt tayin qilingan. للعابدين مدى السنين نور على نور لنا درب السعادة كل حين منه شفاء للصدور برهانه بين السطور وشفيعنا يوم النشور جاء على الوحي الأمين. Keling, endi Qur'ondan savollar bersam. Bir sinab ko'raychi? Yaxshi. Tayyormisiz? Ha. Hozir mushafimni olay. Birinchi savol. Alam tara anna Alloh xalaqas samawati wal arda bil haqq. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد. Bu qaysi sura? Sayyidimiz Ibrohim surasi. Ha, to'g'ri. Oyat raqami 19. Mashalloh, tabarakalrohman, to'g'ri. Sahifa raqami 258. Mashalloh, tabarakalrohman. Bundan avvalgi oyat qaysi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahir rahmanir rahim. Mathalul ladzina kafaru bi rabbihim. A'maluhum karamadin ishtaddat bihi ar-riyah. Undan ham oldingisi. Yatajarra'uhu wa la yakadu. Mashalloh, tabarakalrohman. Yaxshi. Uni yutishga urinadi-yu, yuta olmas. Oyati sahifaning nechanchi qatorida? 11-qatorda.
sanab ko'ramiz. 1 2